Salom do'stlar, siz O'zbegim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan Qora Orol deb nomlangan drama va triller janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Tanishing, bu yigit Yonas. U ota-onasining halokatidan so'ng bobosi bilan birga qoladi. Bu qiz Nina. Ularni sevishganlar ham desak adashmasak kerak. Nina bilan ikkisi bir kollejda tahsil olishadi. Bu ayol esa Helena. U Nina, Yonas va ular birga tahsil oladigan talabalarga dars berishni aytadi. O'qituvchi o'quvchilarning ko'ngliga yo'l topishga harakat qiladi va tez orada ular bilan do'stlashib ketadi. Helena yangi uyga ko'chib kelganligi uchun o'quvchilardan uy ishlarini to'g'rilab olishi uchun yordam so'raydi va uyga taklif qiladi. O'quvchilar Helenaning uyidagi ishlariga jon-jon deb yordam berishadi va Nina kutilmaganda Oraveni izlab kichik omborxonaga kiradi va Helenaning chemadani Germaniyadan kelganini ko'rib qoladi. Shu payt Helena paydo bo'ladi va Ninani uydan chiqarib yuboradi. Bir necha minut o'tgandan so'ng Nina oyog'idan jarohat oladi va Helena unga birinchi yordamni ko'rsatadi. Keyin yigitlardan biri Ninani shifoxonaga olib ketadi. Yonas o'zi qoladi va Helena unga yaqinlashishga harakat qiladi. Tunda Helena Yonas va Ninaning suratlarini to'plab olib, bir nimalarni reja qiladi. Ertasi kuni ertalab Yonas badan tarbiya qilib yugurib yurganida o'qituvchisiga duch keladi va ular Ninaning ahvoli haqida suhbatlashadi. Keyin Yonas uyga qaytadi va dush qabul qilayotib 5 ga 1 ni urib qo'yadi. Kollejdagi dars tugagandan so'ng Helena Yonasdan sivilli mashg'ulot haqida so'raydi. Yonas yozuvchi bo'lishni xohlashini aytadi, lekin bobosi qarshi chiqqanini qo'shimcha qiladi. Helena undagi qobiliyatini maqtaydi va bu ishda yordam berishini alohida aytib o'tadi va soddagina yigitchani uyga taklif qiladi. Bir necha soat o'tgandan so'ng Yonas velosipedida Helenani uyiga boradi. O'qituvchi uni uyga taklif qiladi va Yonasning yozgan asarlarini ko'zdan kechiradi. Qarshisida o'tirgan o'qituvchisini xayolida bir nimalar qiladi va 5 ga 1 joniga tekkanligi uchun o'qituvchisiga o'zi bilmagan holda yaqin boradi. Helenaga aynan mana shu kerak edi. U Yonasga o'zini bo'sh qo'yishni aytadi va yigitchaning mixiga osilishni boshlaydi. Yigitchani birinchi chimildig'i edi. U shunday mazza qiladiki, hatto kechgacha o'qituvchisini uyida qolib ketadi. Shundan so'ng Yonas qavarib ketgan qo'llari o'z holiga kelgunicha har kuni o'qituvchisini borib haqalatib kelardi. Lekin bir kuni kutilmaganda Nina Helena va Yonasni sevishganlarga o'xshab kelishayotganini ko'rib qoladi va ikkisi o'rtasidagi munosabat unda shubha uyg'otadi. Dars tugagandan so'ng Nina Helena bilan yolg'iz qolib Yonas haqida so'z ochadi va o'rtalaridagi sevgi muhabbat borligini aytadi. Helena esa men hatto sizlarni o'pishganlaringni ham ko'rganim yo'q deydi. Keyin Nina Yonas bilan yigitning uyiga qaytadi va Yonas qizga uyini sotmoqchiligini aytadi va ota-onasidan so'ng ulg'ayib o'sgan uyi unga faqat azob berayotganini qo'shimcha qiladi. Nina yigitiga dalda berib, o'qituvchining so'zlari unga tegib ketganligi uchun Yonas bilan paqa-paqada bo'ladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng talabalar uchun kollej tomonidan bazm uyushtiriladi. Yonasning bobosi so'zga chiqqan paytda u Helenani ko'rib qoladi va bir nimalar esiga tushib, o'zini yo'qotib qo'yadi va yerga ag'dariladi. Helena esa u yerdan ketib yuboradi. Nina esa Helenani ketayotganini ko'rib qoladi va unda yana shubha paydo bo'ladi. Yonasni bobosiga mehri cheksiz edi. Nina esa ko'cha shamol bo'lishiga qaramay ketishga tushadi. Lekin uni Helena kuzatib turganidan xabari yo'q edi. Nina ketgandan so'ng Helena hech kimga bildirmay uxlab yotgan Yonasning xonasiga kiradi va u bilan tunni dahshatli o'tkazadi. Ertalab uyg'onganida Yonas o'likdek uxlab yotgandi. Helena hech kimga bildirmay uydan chiqib ketadi. Lekin Nina qariyaga nonushta olib kelayotganida Helenani chiqib kelayotganini ko'rib qoladi va o'zini bir chekiga oladi. Uy ichkarisiga kirmasdan nonushtani eshikning oldiga tashlab ketadi. Yonas kollejga ketayotganida bobosi unga Nina tashlab ketgan nonushtani beradi va yigitcha bobosidan Helena haqida so'raydi. Qariya uni tanimasligini aytadi. Nina esa kollej kutubxonasiga kirib, Helena haqida ma'lumot to'playdi. U Helenani kimligini bilib qoladi. Shu payt uning oldiga Helena keladi va Nina uning onasining ismi Maria Roth ekanligini bilib qoladi va Yonasdan nimani istashini so'raydi. Helena unga hech nima demasdan qizning bo'ynidan mahkam ushlaydi va uni bo'g'ib o'ldirib qo'yadi. Yonas esa Ninani izlab kelayotgandi. Helena kutubxonadan chiqib hech kim yo'qligini aytadi va tundagi ish uchun rahmat deb qo'yadi. Kutubxonaga kirib Ninani yashirishga tushadi. Dars tugab hamma uyga ketgandan so'ng Helena Ninaning jasadini sohil bo'yiga olib borib tashlaydi. O'sha kuni kechki payt qariya Helenani uyiga boradi va yalang'och holatda turgan o'qituvchini ko'rib, uyini zivanagini chaladi. Helena qariya bilan ko'rishgisi kelmaydi. Yonas esa ota-onasidan qolgan uyga boradi va Ninaga bir necha marta qo'ng'iroq qiladi. Qiz javob bermagandan so'ng Helenaga qo'ng'iroq qiladi va o'qituvchi uning uyiga keladi. Yonasning kayfiyati yo'qligi uchun unga yaxshi munosabatda bo'lmaydi. Helena qo'liga vinoni olib Yonasga va o'ziga qo'yadi.
Yonasning vinosiga dori solib qo'yilgandi. Yigitcha o'zini boshqacha tutishni boshlaydi va Helenaning qo'lidan ushlab, u bilan paqa-paqani boshlaydi. O'sha kuni u Ninani batamom unutib qo'yadi va Helena bilan xohlagan ishini qiladi. Bobosini uyga qaytib, baland ohangda gapiradi. Erta tongda bobosi uxlab yotgan Yonasni uyg'otadi va Ninaning jasadi dengiz bo'yidan topilganini aytadi. Yonas shok holatiga tushib qoladi va Ninani ko'rgani boradi. Qiz haqiqatdan ham o'lganligiga ishonch hosil qiladi. Bir tomonda esa bobosining yuragi xuruj qilib qoladi. Shundan so'ng yigitcha Helena bilan qilgan ishlari uchun afsus chekadi va 1 yil davomida yaqinlardan ayanchli tarzda ajralganligi uchun ko'z yosh to'kadi. Helena esa Yonasning bobosining oldiga keladi. Shu orada Yonas va do'stlari Helena haqida ma'lumot to'plashadi va bir paytlar uning onasi Yonasning bobosini o'ynashi bo'lganligini bilib olishadi. Helena esa Frederik bilan xotiralar haqida suhbatlashadi va Helena Frederik uning onasini tashlab ketganligi uchun qasos olishga kelganini aytadi. Qariya faqat uning so'zlarini tinglardi xolos. Afsuski gapira olmasdi. Keyin Helena tashlab ketgan otasini uyga olib boradi. Yonas esa Helena va bobosini birga kelishganini ko'rib hayratda qoladi. Keyin ikkisi gaplashib olishlari uchun yolg'iz qolishadi. Shu orada Yonasga do'sti qo'ng'iroq qiladi. Helena esa ichkariga kirib, Frederikni oyna oldiga qo'yadi va nevarasini qanday o'lishini tomosha qilsin deb. Bundan tashqari Helena kofega uxlatadigan dori solib qo'yadi. Keyin u tashqariga chiqib Yonas bilan suhbatni davom ettiradi. Bir necha minut o'tgandan so'ng Yonas hushidan ketishni boshlaydi. Helena uni suvga cho'ktirish uchun ko'lmakka olib tushadi va ikkisi o'lim o'yinini o'ynashadi. Yonas o'ziga kelib, qo'liga buyumni olib Helenani miyasiga tushiradi va qochib qoladi. Ichkarida Helena yana unga tashlanadi va Yonas qo'liga oyna sinig'ini olib, uning yuragiga tiqib oladi va Helena o'ladi. Film oxirida Yonas ammasiga, ya'ni Helenaga o'xshagan qizni ko'rib qoladi va uning ortidan borib, qarasaki boshqa qiz edi.